Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kur'an ögünüş kursuga qadam tashrif qilganligingizdan Allah razı olsun. Biz hem memnun bulduk. Allah subhanahu ve taala bu amellerimizni salih ameller qatarida qabul qilgay. Bu derslikimiz birinci ders Kur'an'ni tushunishning oddiy usuli, birinci bab namaz ve bunun deyinkin ötüldüğün 20 saatlik kursning asas mazmunni muqaddimi tushuntirilishi bo'ladi. Aldı bilan Allah subhanahu wa ta'alaning bizga Qur'onni tushunishning oddiy usuli programmasini o'rganishga fursat berganligiga hamd etamiz. Bu programma Qur'onni tushunish akademiyasining qurg'uvchisi va mudiri doktor Abdulaziz Abdurrahimninki qo'llashi va ruxsat berishi bilan keng ommaga tarjim qilinib taqtildi. Rabbim Allah subhanahu va taoladan bu amgigimizni qilish jarayonidagi kamchilik, nuqsonliklarni kechirib o'tib, mushu amgigimizni qo'llag'uchi, qatnashchi, taqatchilarga to'liq ajr azim berishini tilaymiz. Bu birinci derslikten biz inşallah şularni o'rganamiz. Yani Kur'an'ni tanıştırış, Euzu billahi mineşşeytanirracim'den başlaş. Grammatik kısmında huve, hum, ente, entum, ana, nahnu qatarlıqlarni o'rganamiz inşallah. O'rganish yetakchisi de bu derste biz Kur'an-ı Kerim'de taxminen 4777 qitim tekrarlanıp keldigan 11 yeni ham sözünü ögünü alımız inşallah. Elhamdülillah, barcha hamd sana Allah'a xasdır. Biz bu dersin tamamlaganda Kur'an'da taxminen 7250 qitim uchraydigan 13 ham sözünü ögünü alımız inşallah. Kur'an-ı Kerim'de 4500 söz taxminen 78.000 qitim tekrarlanıp keldi. Allah subhanahu wa taala hammamizga mush 78.000 tekrarlanıp keldigan 4500 ham so'zni pat fursat ichida ixlosmandlik bilan o'rganib olishimizga yordam qilgay. Aldı bilan jazakumullohu xayran. Bu engikimizni taqtishga yordam berganlarga Allah subhanahu wa taala eng katta yaxshi mukofotlarni ato qilgay. Mübarek bo'lsin. Ya'ni Qur'onni, Allohning kitobini o'rganishga boshlaganligingizga muborak bo'lsin. Shuni ta'kidlab o'tishga to'g'ri keldiki, meningki bu yerdagi saviyam men olimlardan, ustozlardan o'rgandim. Bu yerdagi men mushu saviyam bilan normal avam xalqqa, ya'ni boshqalarga o'rgataman. Endi bu darsimizda qo'llanadigan uslublar, bu darslik tüvendi kitaplarni ko'zdan kechirish orqali qo'lga keltirilgan zamonaviy usullarni asos qilgan. Ya'ni Hindiston, Pokiston, Bengal, Indoneziya, Angliya va Amerikada nashr qilingan arab tili grammatikasi, Qur'ondagi so'zlarning statistikasi, o'qitish andizasi, ikkinchi tilni o'rganish quroli, ya'ni chet elliklarga ingliz tilini o'rgatishdagi eng yangi uslub, so'zlik ko'paytirish va hokazolar. Menga tafakkur, unumlik yashash ve nervi til sistemisi qatarlıq uslublarni qo'llangan. Bu derslikning nishonlari, ya'ni 20 saatlik derslikning nishoni, birincisi biiznillah sizni Qur'onni tushunishning oson ekanligiga qoyil qilish. Undaqda Qur'onni tushunish bizdan nimalarni talab qiladi? Dünyadaki besilgan Qur'onning eng ko'p uchraydigan bosim nusxalariga qarasak, Qur'onning eng ko'p uchraydigan bosim nusxalarida mushafning bet soni taxminan qancha bet bo'ladi? Deb baqayli.
600. Maşallah. Her betteki kursanço 15. Her bir kurdaki o'ttirchi söz sani taxminan 9. Her bir betteki umumiy söz sani taxminan 130. Yani 15'ni 9'a köpeytsek 135 taxminanlashtirsak 130. Yani Kur'an'daki umumiy söz sani 130 sözni 600 betki köpeytsek bu taxminan 78 bin. Yani 80 binden töven çıkıdı. Allim. Yani ügütün. Nemin ügütümüz? Meşerdeki 600, 15, 9, 130, 78 bin. Qatarlıq muş sanla Kur'an'da çıkan. Allim. Muşun ügütün. Allim. Muşun ügütün. Aldı bilen Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki hadislerden tanışıp ödülü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundak degen. Sizlerning en yaxşınla Kur'an'ni ügengen ve ügetkenlerinladır. Bu hadisni derhal ameliyetingizga tatbiqlang. Bu sanlarni yuqorida ügünüp ötken sanlarni eninizde o'ltirgan do'stingizga ügütün. Ailengizga, balvaqılaringizga, hamrohlaringizga ügütün. Tamamlagan aman u sizga ügetsin. Muşunda qilib yodimiz tutimiz inşallah. Kur'an'ı ügünüş şundak asan. Allah subhanahu wa ta'ala biz Kur'an'ni tushunishni ve est saqlashni osonlashtirdik degan. Şuna Kur'an'ni ügünüş qiyin degan gap şeytanning vasvasasidir. Bundaq gapni xiyolingizga mı keltirib qolmang ve hem og'zingizdan mı chiqarib yurmang. Acaba biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın Kur'an'daki sözüge karşı çıkımız mı? Allah bizni afu qilg'ay. Na'udhu billah. Endi biz Kur'an'la ügünüşünün qandaq asan ekanligini misoldan ko'rib baqili. Agar siz bir namozdagi her bir sözning ma'nosini ügünüp olsangiz, masalan, biz kundelik namozimizda ko'p o'qiydigan suralarning ma'nolaridan sura Fatiha, Sure Asr, Nasr, Kafirun, İhlas, Falaq, Nas. Hem şunun bilan birge şu namazlarımızın to'liq ado bo'lishiga ketadigan azan ve tekbirning ma'nolari, tahorat elishdiki duolar, ruku, secdada qiladigan duolar, zikrlar, tashahhud, ya'ni at-tahiyyatu lillahi ve salavat, buning ma'nolari Allohumma salli ala Muhammad, Allahümme barik ala Muhammed. Hem Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Qatarlıq dualarning ma'nolarini bilib bilan birga bütün beden ishqisilindigan, yani TPI, favqulodda oddiy grammatika orqali Qur'onda 41 ming qitim ko'rildigan yoki Qur'onning 50%ni yoki her bir kurdaki sözlerinin yerimini ilgileydiğen 232 sözünü ügünü alalayımız inşallah. Yani Kur'an'daki her iki sözünün biri namazda uçuraydı. Bunu mu ügütün özara inşallah. Bu 20 saatlik ders tügegenden keyin siz yine köp okuladigan dualarni asas qilgan iki ders orqali taxminan 300 sözünü ügünü olasiz. Ve Kur'an'daki sözlerinin 70%'ni şundaqla zörür grammatikalık bilimlerini egallab bo'lgan bo'lasiz inşallah. Endi bu 3 ders tügegendan keyin dastlabki paridagi her bir qurda siz bilmaydigan söz 2'den az bo'ladi. Bu 3 derslik tügegendan keyin her bir bet qoladigan notanish sözlerinin miqdori birinci parida 20 etrafida. Siz bilmaydigan sözlük qolib qoladi. İkinci paridan 5. parigacha 12 xat qoladi. 6. paridan 28. parigacha her bir betda faqat 6 etrafida ham söz qolib qoladi siz bilmaydigan. 29. pari, 30. parilarda 12 dan ham söz qolib qoladi.
Endi bütün Qur'onni o'rganib chiqmoqchi bo'lsak, bu 3 darsdan keyin Qur'onning har bir bitiga yarım soat ketadi. Ya'ni 600 betga faqat 300 soat ketadi. Biz hozir tanishtirib o'tgan 20 soatlik kursdan 3 kursni 60 soat deb hisoblasak, ma 300 soatni qatqa vaqtida jami 360 soatlik ketadi. Elhamdülillah, bu bekli oson emasmi? Hayotda plansız yaşaganlik mag'lubiyat uchun plan tuzganligingiz bo'ladi. Ya'ni plansizligingiz mag'lubiyat uchun plan tuzganligingizdir. Endi bu Qur'onni tushunishning qanchalik oson ekanligini bilgansiz, shunga plan tuzing inshaalloh. Masalan, elib aytsak, tamoq yeyish uchun plan tuzmaganligingiz, osh qilish uchun plan tuzganligingizdan derak beradi-da. Agar siz Qur'onni o'rganish uchun 360 soat vaqt sarf qilishni xohlamasangiz, bu sizning Qur'onni o'rganganingiz yo'qligidan derak beradi. Bu kursimizdanki nishonning ikkinchisi so'zma-so'z o'rganish va butun badanni ishga solish, ya'ni TPI usuli orqali sizga Qur'onni tushunishni qanday boshlashni, buning oddiy usulini o'rgatish. Shundaqla Qur'ondagi so'zlarning 50%ni o'rgatish inshaalloh. Uchinchi nishoni sizga 7 surani va namozdagi zikrlarni o'rgatish orqali sizning namozni xushu, ya'ni Allohdan haqiqiy ayminish bilan o'qishingizga yordam berish inshaalloh. O'zimizning namozlarni tekshirib baqadigan bo'lsak, namozlarimizdagi eng zo'r mushkulotlardan biri namozlarimizni xushu bilan o'qiyolmaslik. Namozni xushu bilan o'qishga to'salg'i bo'ladigan eng cho'ng omil vasvasa, ya'ni shaytonning namozdagi vasvasalaridir. Aldı bilen biz mingimizni tekshirib ko'raylik. Biz bir yil vaqtda 5 ishni tangli qila olamiz. Ya'ni mingimizningki 5 qonili bor bo'lib, buni misol qilsak, masalan, siz mashina haydab o'tib, bir yil vaqtda rolni boshqara olasiz, tormozni tizginlay olasiz, do'stingizga yoki yiningizda o'rtog'larga, hamrohlaringizga, boshqalarga gap qila olasiz, telefonda so'zlasha olasiz, yo'lga qaraya olasiz, ham bormoqchi bo'lgan do'kon yoki o'rinlarni izlay olasiz. Demak, bizning bu Alloh subhanahu va taolo yaratgan mingimizning nurg'un kanallari bor bo'lib, biz namoz o'qigan vaqtida bu kanallarning hech qaysini bekor qo'ymasligimiz kerak. Ya'ni namoz o'qiganda namozni qiroat bilan o'qishimiz kerak. Tajvidga rioya qilishimiz kerak. Nima deyotganligimizni tushunib o'qishimiz kerak. O'qiyotganlarimizni ko'z oldimizga keltirib o'qishimiz kerak. Uni his qilib va ta'sirlanib o'qishimiz kerak. Hamda shuning bilan birga eskartishga to'g'ri keldiki, biz namozlarimizni xushu bilan, ya'ni bütün diqqatimizni yig'ib, bütün vujudimiz bilan bilib turib, to'g'ri talaffuz qilib o'qishimiz uchun bu jadvaldagi ko'rsatilgan arab tilida jami 28 harf bor bo'lib, buning ichidagi 20 harf Uyg'ur tili alifbasida bor. Siz faqat yuqorqi jadvalda sol tarafda ko'rsatilgan 8 harfni, ya'ni ha, ta, ayn, sod, fa, zol, dod, lo qatorliq 8 harfni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganib olsangizlar, Arabchini, ya'ni jumladan Qur'onni to'g'ri tajvid bilan o'qiy oladigan bo'lsangiz inshaalloh. Bu 8 harfni va qolgan harflarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganib olish bizningki Qur'onni, ya'ni namozni xushu bilan o'qishimizga, to'g'ri ajrga erishishimizga bevosita foydasi bo'ladigan birdan-bir usul. Alloh subhanahu va taolo hammamizga mushu fitna fasod mazgillarida Qur'onni to'g'ri o'qish uchun shu Qur'ondagi har bir harflarningki haqlarini to'g'ri atilishini o'rganib olishimizga
hem ügünüp olğandan keyin amalga silib, boshqalarga taqchiq sababchi bo'lishimizga yordam berishini tilaymiz. Agarda unda qilolmasak, shayton bizga osonlam hujum qila oladi-da, bizning namozimizni buzib yutadi. Oddiy bir inson bo'lish sifatimiz bilan agar biz namozda nima deyotganligimizni tushunmasak, diqqatimizni yig'a olishimiz asosan mumkin emas. Bu ders namozni va uningdagi har bir zikrni tushunib, namozda haqiqiy xushu hosil qilishni asosiy maqsad qilgan. Bu 20 soatlik kursimizning nishonlaridan 4-inchisi sizga Qur'onni hayot qanday tatbiqlashni o'rgatish beiznillah. Har bir qitimliq o'rganishdan keyin his qilganlarimizni ko'z oldimizga keltirib turib, so'rab, baholab, planlab uni taqitishimiz kerak. Bularni qanday ijro qilish, ya'ni ro'yobga chiqarishni birozdan keyin inshaalloh sizga o'rgatamiz. Bu darslarimizdagi yana bir nishonisi, yana 5-inchisi e'tiqodingizni kuchaytirish ve amellaringizni yaxshilash. Bu güzel axloqni o'z ichiga oladi albatta. Namoz har kuni bizning Allohga, oxiratga, Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga va qado ham qadarga, taqdirga bo'lgan iymonimizni 5 vaqt yengilishimizga yordam beradi. Namoz yana bizning yomon amallardan saqlanishimizga yordam beradi. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Tercümesi, namaz hakikaten qabih işlardan ve günahlardan tosudu degen. Şu veciden, eğer biz namazlarımızı ıslah kıysak, Allah halisa hayatımızdan qağan kısmı ıslah buludu. Bu derslik nişanlardan 6-incisi, sizge Qur'onni asas qilgan arab ig'iz tilidagi 100 jumlani o'rgatish. Buni grammatik qismida o'shirtisiz inshaalloh. Bu darsning o'zigacha alayidliklari. Biz darsimizni hada baytun kabir, ya'ni bu cho'ng uydir degandek jumlalar bilan boshlamaymiz. Albatta, siz hada baytun kabir degan so'zni qayerda ishlatasiz? Belkim sizning bir arab qo'shningiz bor bo'lib, uning kichik bolasi yig'ilganicha oldingizga kelsa, siz u bolani past qilish uchun quchingizga o'ltirg'izib, shuf unaga qara, hada baytun kabirun deyishingiz mumkin. Ammo bunday ahvol mangu yuz bermasligi mumkin. Shunglashqa alhamdulillah biz eng muvofiq usulni tanladik. Bizning darsimiz sura Fatihadan boshlanadi. Her kuni Allohga 25 qitim atrof bilan munojat qilish, arab tilini Alloh bilan so'zlash jarayonida mashq qilish. Bu nima degan go'zal boshlanish, nima degan to'g'ri nishona? Biz 5 vaqt namozda taxminan 1 soat vaqtni Allohga arabcha nido qilish orqali o'tkazamiz. Shunday bo'lgan ekan, ishni nimishqa mush yerdan boshlamaymiz. Bu bir aqalli ishdir. Onun ustiga bu o'rganish usuli er ayol, qir yosh barliq musulmonlarga, hatto bolalarga mos keladi. Endi darsimizni boshlaylik. Tuvanda 1-qurda arabcha tekst berildi. 2-qurda uning so'zma-so'z tarjimasi. 3-qurda bo'lsa so'zlarning tushuntirilishi berildi. Oldi bilan arabcha jumlani to'liq o'qib ko'ring. Ondan har bir so'zni tarjimasi bilan qo'shib o'qing. Hamda oxirida shu jumlaning to'liq tarjimasini o'qing. Biz sura Fatihani va yoki Qur'onni o'qishdan burun A'udhu billahi minash shaytonir rojim ne o'qishimiz kerak. Shuna mushini o'rganishdan boshlaylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Panoh tilayman Alloh bilan din, shayton qo'g'langan. A'udhu, men panoh tilayman.
Bu Kur'an-ı Kerim'de cemi 7 qitim tekrarlanıp keldi. Yani a'udhu'nun ma'anisi panah tileymen degan bo'lib, biz hammamiz bilgandek hayotimizda har qanday bir ishni qilishdan burun bizga bexatarlik eng birinchi. Avval biz bexatarlikka erishishimiz, o'zimizni qo'g'dishimiz kerak. Anandan keyin boshqa ishlarni qila olamiz. Anandan keyin boshqa ishlarni o'ylay olamiz. Shunga tunji bo'lib biz Qur'on o'qigan, mayli hamma ishni qilgan vaqtimiz jo'dislar bexatarlikni, ya'ni a'udhu, Alloh subhanahu va taologa sig'inib panohlik tilashni boshlashimiz kerak. Billahi, Allah bilan. Bu Qur'onda 2550 qitim takrorlanib keldi. Billahi, bi bilan, Allah, Allah. Min deganimiz qo'shimcha din bo'lib, bu so'zning yana boshqa ma'nolari bor. Qur'oni Karimda jami 2471 qitim takror keladi. Ash-shayton, alif lam al, bu şeytan, şeytan. Şeytan birlik, shayotin ko'plik jami bo'lib 88 qitim takrorlanib keldi. El-rajim. El bu, rajim qo'g'langan. Jami 6 qitim takrorlanib keldi. Siz şeytanı Allah'a yıkayın deb o'ylamsiz? Hergiz undaq emas. U Allah'ın rahmetidan qo'g'landi qilingan, rad qilingan, tashlab etilgandir. Her qitim qiroat qilganingizda ugunishdan keyin his qilganlaringizni ko'z oldingizga keltirib, so'rab, baholab, planlab taqting. Bunun qandaq icra qilinganligini keyingi bosqichda o'rganamiz inshaalloh. Allah subhanahu va taolo osmonda arshning ustida bo'lsa-mu, lekin ilmi orqali bizga to'limi yaqindir. U bizning o'ylaganlarimizni-mi, ko'nglimizda pikkanlarimizni-mi bilib turdi. Yuqorqi panoh tilash duosini Allah duoyimizni cho'qim ijobat qiladi degan qat'iy iymon bilan qiling. Ondaqda biz şeytan to'g'riliq azroq tushunchaga erishaylik. Şeytan zodi kim? U bizning eng cho'ng va eng xatarlik dushmanimiz. U Adem alayhissalomning davridan tortibla insonlarni ozdirishda g'oyat zo'r tajribaga ega bo'lgan. U hatto Adem alayhissalomni ozdirib jannatdan chiqib ketishiga sababchi bo'lgan. Hazır hayat yaşayotgan hech qaysimiz şeytanga qarshi turishda Adem alayhissalomdan aqlli bo'la olmaymiz. Şeytan Allah subhanahu va taologa o'zining bizga o'ng so'l oldi keynimizdan hujum qiladiganligini aytgan. Yana bir yeri biz şeytanni ko'ra olmaymiz. Uni ura olmaymiz va yoki uni o'tirib o'tmaymiz. Uni yaxshilikqa qoyilmi qila olmaymiz. Şu vecdin şeytanga qarshi birdan bir eng kuchli chora yuqorqi jumlada ko'rsatilgan shaklda Allohga sig'inib şeytanning sharridan panoh tilashdir. Şeytan Allohga osiylik qilganlikdan Allohning rahmetidan qo'g'langan. Bu qo'g'landi şeytan bizning o'ziga ergishishimizni va o'ziga o'xshash bo'lishimizni orzu qiladi. O her vakit bizni do'zaxga kirgizish uchun harakat qiladi. Shuning uchun har vaqt shaytonning hujumidan keladigan xavfni unutib qolmay, xuddi bir necha kun osh tomoqsiz qilib, ochliqdan qiynalib yemeklik tilagan tilamchiga o'xshash shaytonga qarshi Allohdan panoh tilaylik. Her birimizning yinida, uyida, ishxonasida, bozorda biz yolg'iz qolgan vaqtlarimizda yoki telefon o'ynayotgan vaqtlarimizda yoki kompyuterning oldida turgan vaqtlarimizda va yoki do'stlarimiz bilan birga bo'lgan vaqtlarimizda yenimizda turib bizga vasvas qiladigan birdan shayton bor. Biz har vaqt
şeytan bilan to'xtovsiz urush altida turamiz. Bexatarlikni birinchi o'ringa qo'yish şeytanga qarshi bu urushda utuq qozongan kishining odatidir. Shundaqla bu biz sura Fatihada o'rganmoqchi bo'lgan 12 odatning birinchisidir. Ya'ni şeytan vesveselerinden utuq qozonish uchun yetildiradigan 12 odatning birincisi şeytanning vesveselerinden Allah subhanahu wa ta'alaga sığınıp panoh tilash kerak. Endi dersimizdeki Euzu billahi mineşşeytanirracim'nin tercümesini kılıp ögünen. Siz bu dersliklerimizden nimelerni ögünelaysiz? Siz bu derslikten Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sürelerden 7 süre ve namazdaki zikirler ve ulanın tercümeleri yani manalarını yine addilaştırılgan Arap dili grammatikisi tahminen 100 parça Arapça diyalog bulardan sırt tasavvur ve his qilish orqali qiraatni qandoq yaxshilash bu sura ve zikirlarni hayotimizga qandoq tatbiqlash qatorliqlarni ve shundaqla yuqorqilarning hammasini faqat 20 soatda tamamlay olasiz inshaalloh. Endi namazlarimizni yana tekshirib bakadigan bo'lsak, namazlarımızda 3 egri mesele var. Belki sizde bu mesele olmasligi mumkin. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizga bu meselelerden qutulishga yordam qilgay. Birinchidan biz namoz o'qiganda biz qiroatni bek tiz qilamiz. Misolga ilib qo'ysak, agar bizning bir katibimiz bo'lib, o katibimiz bizga ashundaq tiz gap qilsa, biz cho'qim unaga aldırmayrak gap qilsangchi, sen gap qilishni bilamsan yo'q demasmizmi? Biz namozda xiyol surishga nihoyat amroq. Agarda shu katibingiz sizga, "Efendim, siz haqiqatan esil odam, sizga ko'p rahmat, yaxshiligingizni unutib qolmayman" desa, ammo siz onun xiyalının başqa yer ekanligini, sizga gap qilgach, top o'ynashni, nasi kerak setib olishni xiyol qilib yurganligini bilsangiz, onun tashakkurlaridan memnun bo'lasizmi? Biz hissiyatsiz qiroat qilamiz. Katibingizning sizga aldırmay hem diqqatini yig'ib, ammo hissiyatsiz shaklda o'likdek gap qilishini yoqtiramsiz? Biz namozni ana shundoq o'qiymiz. Yani hissiyatsiz, ölük namazdek. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizga tevfik hidayet ata qilgay. Namazlarimizni ıslah qilishimizga yordam qilgay. Amin. Hammamiz bilginimizdek Allah subhanahu wa ta'ala bizni bu dunyoga ibodatga yaratgan. İbadetning hammasida sinoq bo'ladi. Yoki o'z nafsimiz uchun tanlash, yoki Allah subhanahu wa ta'alaning roziligi uchun tanlash. Her bir amellerimizde Allah'ın rızalıqını közlügen asasta niyet hem bağlışımız gerek. Hem de namazdaki vesvesege keleyli. Bir sahabe Peygamber aleyhissalatu vesselam'a namazdaki vesvese hakkında şikayet kılıp, şeytan men bilen namazımның, qiraatimның arasına kirip, meni iliştirip etidu devidi. Peygamber aleyhissalatu vesselam o Hanzab isimli şeytandır. Eğer o sana vesves qilsa, Allah'a sığınıp onundan panoh tilagin ve sol yanına 3 qitim quruq tükürgin degan. Endi biz bu sahabenin vesvesiga tutgan çaresiga qarab baqayli. O sahabe men shunda qilgan edim, Allah subhanahu wa ta'ala uni mendan yiroqlashtirdi degan. Sahihul Muslim 2203 hadis. Biz qiroat qilishdan ilgari mush hadisga amal qilishimiz lozim. Ammo bunday qilishdan ilgari xuddi biz dunyolikda o'g'ri kirishdan saqlanish uchun uyimizning eshik derazalarini mahkam taqab,
o'g'ir kirishning oldini olganimizga o'xshash, mingimizning shayton kiradigan eshik derazalarini taqishimiz kerak. Undaqda bu eshik derazalar yoki mingining kanallari zodi nima? Buni kelar qitimda o'rganamiz inshaalloh. Alhamdulillah. Bugungi darsimiz Qur'onni tushunishning oddiy usuli birinchi dars namoz. Ve şunun bilan birga bundan keyingi o'tiladigan 20 soatlik darsning umumiy tushuntirishini angladinglar. Endi biroz dam olgandan keyin birinchi darsning ya'ni grammatik qismi, ham so'z qismini o'rganishga boshlaymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.